Hozirgina biz Tirik tarix mega loyihasi bo'yicha tashkil etilgan hamkorlarimiz tashrif buyurgan katta xalqaro forumimizni yakunladik. Bu forum 2 kun davomida bizni tirik tarix turkumidagi filmlarimizni birgalikda yaratish bo'yicha muhtaram prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlarini hammasini his qilib, nihoyatda chiroyli bir tartibda o'tdiki, biz 20 ga yaqin davlat vakillarini, kinochilari bilan O'zbekiston tarixiga, butun Markaziy Osiyo tarixiga, kerak bo'lsa dunyo tarixiga taalluqli bo'lgan masalalarda hamkorlikda filmlar yaratish bo'yicha kelishuvlarga erishdik. 10 dan ortiq memorandumlar imzolandi. Bu memorandumlarning hammasi bizni tirik tarix turkumidagi filmlarni amalga oshirishimizda eng asosiy bir bizga qo'l beradigan, bizga yo'llanma beradigan hujjat. Mana shu hujjat asosida ertadan boshlab biz amaliy ishlarga kirishamiz. Bundan 1,5 yil muqaddam aynan shu saroyda muhtaram prezidentimiz bizga tirik tarix turkumida filmlar yaratish bo'yicha O'zbekiston kinochilarini tajribasi muayyan darajada yetuk holga keldi. O'zbekistonni ayniqsa yoshlariga 3000 yillik tariximizni bori murakkabligi va bori shonli sahifalar bilan yetkazish kerak. Shu borada izlanishlar qilishinglar kerak deb topshiriq bergandilar. O'zbekistonning kelajak yo'li nurli yo'li kino bilan bog'liq deb bizga shunday bir fikrlarni aytib ilhomlantirgandilar va mana shu bugun ana shu yo'nalishda qator bir ishlar qilinyaptiki, bu ishlar albatta o'zini yaxshi samarasini beradi. Shu bilan birga bizni tirik tarix xalqaro kino forumimizni biz bugun yilning oxirida milliy kino taqdimoti oltin xumo bilan uyg'unlashtirishga harakat qildik. Biz 1 yil davomida 2025-yilda yaratilgan badiiy, hujjatli animatsion filmlarimizni barchasini ko'rikdan o'tkazib, bularni xalqaro juriga, aynan bugun tashrif buyurgan shu forumimizga kelgan xitoylik, vengriyalik, rossiyalik, ozarbayjonlik do'stlarimizni hukmiga havola qildik. Ular bizga ana shu filmlarimizga baho berib, O'zbekistondagi kinoni darajasi juda yuksalganini va bu kino jahon miqyosiga chiqadigan yaxshi bir tamoyillarni namoyon etayotganini aytib, filmlarimizga baho berishdi va bugun ularni bahosi bo'yicha biz 1 yillik kino mahsulotlarimizni ijodkorlariga munosib mukofotlarini topshiramiz. O'ylaymanki, bu forum bizni kino sohasidagi kelgusida amalga oshiradigan ishlarimiz uchun nihoyatda muhim edi. Biz kerakli saboq, kerakli xulosalarni chiqarib oldik va o'ylaymanki, mana shu hamkorlikda yaratadigan filmlarimiz O'zbekistonimizni bugungi bir dunyo hamjamiyatidagi yangi O'zbekistonni qiyofasini ko'rsatishga o'ziga xos bir xizmat qiladi.